Hello YouTube ahli, sizlar bilan Vikojon va menga bugungi videoda yordamlashadigan mening ukam. Xullas, bugungi videomiz 20 ta olma top challenge. Avvalam challenge videolarni Minecraft'dagilar olgan, lekin bu video hech qaysi Minecraft'da bo'lmagan. Shuning uchun ham men bu videoni olishga qaror qildim. O'zi aslida 1000 ta olma topishim kerak edi, lekin u ko'p va vaqt kam. Buni ko'radigan obunachilar ham kam. Bunaqa katta masshtabli videolarni menga o'xshagan mayda youtuberlar emas, ya'ni katta youtuberlar oladi va men ularni aytib o'tishim shart emas. Hamma ularni taniydi. Xullas, chalg'imaymiz. Men unda boshladim. Hozirgi hamma narsani birinchi minut, lekin hozirda biz olmalarni topishda muammo, hozircha muammo yo'q olma topishda, lekin keyinchalik muammo paydo bo'lishiga hech kim bizga garantiya bermaydi. Unda bolta yasashimiz kerak, chunki toshli bolta bizga juda ham asqotadi. Uka, men chopgan daraxtni tagiga qarachi, olma bormikan? Chiqdimi? Bitta daraxtdan ikkita olma tushishi mumkin emas-ku. Qani bir ko'raylik. Qani. Voy. Do'stlar, video boshlanganiga hali 2 minut bo'ldi, lekin ikkita qo'shaloq olma paydo bo'libdi, tushibdi. Unda biz bularni tezda olib olamiz va bu yerdan biz sandiq yasashimiz kerak. Sandiq yasashimiz uchun bizga bolta kerak ekan. Xo'p, cho'kalarni tayyorlab olamiz va boltalarni ham. Unda qara, verstakni oldida yana daraxt chopyapman. Faqat bu emas. Videoni buzish uchun zombilar xalaqit beryapti bizga. Nima bu? Qanaqa qilib o'ldirding ularni? Xo'p, xullasda do'stlar, nima ham derdik? Zombilar har doim videoga xalaqit beradi. Mana shu verstakni oldidagi daraxtga e'tibor bilan qarab tur. Xo'p, obunachilar, zerikib qolmadinglarmi? Zerikkan bo'lsanglar, like bosinglar. Shundagina zerikmaysizlar. Verstakdan 2-3 qadam naridagi daraxtlarga ham qarab qo'y, ularda ham daraxt olma tushadi. Xo'p, men chopishda davom etaman, chunki biz bu videoni cho'zilmasligiga harakat qilishimiz kerak va 20 ta olmani video cho'zilib ketmasidan oldin topishimiz va videoni tugatishimizga ham vaqt qolishi shart. Biz esa unda tezlashtiramiz. Xo'p. Yaxshi. Men senga aytaman, sanab nechta daraxt topilganini aytaman va tagiga qarab turishingni ham aytaman. Birinchi daraxt mana asosiy g'oyib bo'lyapti. Yana olma paydo bo'ldimi? Yana olma, yaxshi. Do'stlar, bizda 4 ta olma bo'ldi. 4-minut video boshlanganiga, lekin 4-olma.
Yaxshi. Unda mana bu chopgan daraxtlarimni tagiga qarab qo'y. Mana bu daraxtlarni chopib olma paydo bo'lgan zahoda menga ayt, chunki obunachilar buncha vaqt kutishi shuning uchun tezroq bu videoni tugatishimiz kerak. Meni oldimga ham kelyaptimi? Hozir. Yaxshi. Men daraxtlarni chopaman. Izlashimiz kerak, video ko'p bo'lib ketmasligi kerak. Uka, tezlash. Hamma daraxtlarning tagiga qarab, olma tushdimi? Hozir boraman. Hozir. Yo, bu daraxtni chopishdan foyda yo'q. Do'stlar, ishonasizlarmi? 6-minut, lekin bizda 2 ta olma. Nimagadir bu shubhali ko'rinyapti. Bitta daraxtdan 2 ta va keyin qiyshiq joy. Mayli, e'tibor bermaymiz. Do'stlar, 4 ta olma edi, 6 ta bo'ldi. Chunki bizni olmalarimiz safiga 2 ta olma qo'shildi. Xo'p, mana bu yerda ham daraxt chopyapman. Ko'zing bilan yaxshilab qarab, shu yerda metkalab ket. Yana olmami? Qani? Yana olma. Do'stlar, bizni challengeimiz nimagadir omadli o'tmoqda. Xo'sh. Birinchilardan bo'lib meni kanalimda bu videoni ko'rishingiz mumkin. Obunachim kam bo'lgani sababli, shuning uchun bu video sizning videolaringiz qatorida chiqmasligi mumkin. Lekin obunachilar ko'paygani sari videolarim ham tez tarqaladi. Do'stlar, sizlarga bir gap aytaman. To'g'ri, tunda oddiy o'tkazsang bo'lmaydimi? Shunda qizaloq bo'ladi deyishingiz mumkin, lekin men osonroq yo'lni tanlamoqchi edim, lekin afsuski unday qilib bo'lmas ekan. Xo'p. Videoni olma topdim. 8-olma bizda. 8. Do'stlar, tunni bir amallab o'tkazib oldik. Yana olmam. Okey. Yana olma. Bilasizlarmi do'stlar, bu nimagadir yana shubha uyg'otyapti menda. Boyagina yo'q edi. Xo'p, mayli, nima desak ham berganiga shukr. 9 sholoq 10 11 yana biroz yetsak, ya'ni 9 ta olmadan so'ng 20 ta olma bo'ladi bizda. Unda biz davom ettiramiz do'stlar. Hop. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun tezroq harakat qilishimiz kerak. Uka, tezlash. Mana bu daraxtlarimizni chopganimizdan keyin taglariga yaxshilab e'tiborli bo'lib qara. Olma bo'lsa meni chaqir. Tushunyapsanmi? Eshityapsanmi? Bo'ldi, tezlash. Mana bu yerda 2 ta daraxtni chopdim. Bu yoqqa kel. Mana shu yerda. Bo'ldi. Keyin mana bu yerga ham qara. 3 ta daraxt. Buni polni olib chiqish kerak bo'lsa daraxt tushmaydi. Polni daraxt chopamiz. Ya, bu chopgan daraxtimni pastiga olma tushmaydi. Tushmaydi. Chunki oxirigacha chop olmadim. Olma ko'rdingmi? Qani, qayerda? Qan. Yana bitta. Yaxshi. Do'stlar, biz 12-olmamizni oldik.
Yo'q. Muammo. Kim bu muammoni? Biz bartaraf qilamiz. Qani. Do'stlar, bizda qisqagina PvP jang demoqchi edim. Ukam o'lyapti. Bo'ldi, davay, ketdik, chalg'maymiz. Uka, tezlashish kerak. Mana bu yerda yana daraxt chopyapman men. Mana shuni tagiga ham e'tibor berib qarab qo'y, maylimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U yoqdan tushmaydi. Men gapimga javob beraman. U yoqdan tushmasligi kerak edi. Mayli, bunga ham berganiga shukr. 14 ta olmadingizlar. Olti olma. Biz g'alaba. Challenge'ning g'alabasini olamiz. Do'stlar, davay. Biza olmani yig'amiz. Olmani. Ana qara. Почти точка qo'yilganda, uka, qara. Mana shu daraxt, keyin yana bitta daraxt bor edi, u yoqda chopgan. O'sha daraxtni ham tagiga qarab qo'y, chunki u olma tushgan bo'ladi uni tagiga. To'xtanglar. Вообще juda shubhali mana bu olmalar. Shunchaki yerda. Chunki bu yerda daraxt yo'q edi. Olma, keling. Mayli, nima bo'lsa ham ularni ham olamiz. Do'stlar, 4 ta olmadan so'ng bizning challenge'imiz tugaydi. Va biz g'alaba qozonamiz. Ukam olma deb boydan beri baqiryapti. Mayli, uni oldiga boraylik. Qani olma. Gapir. Yaxshi, 17 ta. 18 ta. Do'stlar, bu qanaqasi? Xullas do'stlar, miyaga sig'maydigan narsalar bo'lyapti bu yerda. Mana bu yerda chopilmagan daraxt tagida olma. Hech qanaqa daraxt yo'q bu yerda. Bo'sh joy, lekin olma turibdi. Sizlarda ham shubhalaring keltiryaptimi? Nihoyat bitta olmadan keyin biz g'alaba qozonamiz. Chunki yerda olma topildi. Qani, menga ayt. Tezlashib borishim kerak. Ana, ko'rdim. Mana olma. 19-chisi. 20-chisi nereda? Qani? Nihoyat. Bolla obunachilar, hozir hammasini. Oy, jonim kam, o'lib qolsam, olmalarni qanaqa qilib ko'rsataman obunachilarga? Menga 10 tani bering. Yo'q. Xullas, obunachilar, biza kutgan payt keldi. Asl, men nutq so'zlayapman. Pastga tush. Sen mendan bir pog'ona pastda bo'lishing kerak. Tushundingmi? Bizning asl olmalarimiz. Asl daraxtdan tushgan asl navli olmalarimiz. Bu olmani endi biz shuncha mehnatga yarasha shunchaki yeb yuboramiz do'stlar. Qani unda yoqimli ishdaga ukam bilan bo'lishaman. Asl olmadan ol, asl berk. Bu olmani nomi Asilbek. Xullas, olmadan. Qani yonimga chiq, endi ikkalamiz birga maza qilib bu olmani yeymiz. Do'stlar, agar bu videoni oila davrida ko'rayotgan bo'lsanglar, maza qilib yoqimli ishlar bilan yenglar. Men esa olmani yeyman.
Do'stlar, bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, shunaqa challenge videolarni ko'proq chiqarishimizni xohlasangiz va ukamni yana keyingi videoga ham chiqarishni xohlasangiz, like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Olmam ham tugadi, vaqtim ham tugadi. Endi esa sizlar bilan xayrlashaman. Do'stlar, omon bo'linglar. Xayr.